يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرلك عزيز مسلم الله سبحانه وتعالى biz mümin musulmonlarni eng sharaflik sübtimiz bilan va biz uningdan har vaqt faxrlanadigan, har vaqt u sifatdan memnun bo'ladigan iymon sifati va shu sifatimiz bilan bizni yana bugun chaqiryotdi. Aziz birodarlar, bu iymon sifati Allah bilen bende o'ttirishni her daim bağlap turadigan sifat bu. Kim özünü Allah'a men bağlangan dese, men Allah'ın hayatdagi quli dese, men Allah subhanahu ve Taala'nın mana bu hayatdagi nidasıga uygun buladigan ve uygun bulgan insan dese, mana bu nida bilen uygun bo'lalaydi. Bu sifat bilen uygun bo'lalaydi. Bu sifat Allah bilen bizning o'ttirimizda bağlaydigan sifat. Bu sifat Allah'ın nidasını bizge yetkizadigan sifat bu. Ve en şereflik, ulug' sifat. Bu sifat bilen mana biz davrdan davriga, zamandan zamonga, makondan makonga islomdan iborat, iymondan iborat bu sifat bilan bir gavda bo'lib mujassamlanadigan sifat bu. Bu sifat bilan millat, vatan, irq yoki qavmiyatdan halqib o'tgan faqat Allah uchun bir bo'lgan, Allah üçün gavda bo'lgan, faqat o'zining hayoti hamma narsa Allohga mansub bo'lgan payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan va shundaqla Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonasidan boshlab bugungi kunga qadar, Odam alayhisolatu vasallamdan boshlab bugungi kunga qadar Alloh subhanahu va taolaning marhamatiga erishganlarning qetig'i qetladigan shu karvonning ichidan bir shaxs bo'lishga muyassar qiladigan ulug' sifat. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala bizni mana bu sifat bilan chaqirdi birodarlar. Payg'ambarlarning, siddiqlarning, shahidlarning qetig'i tiqib turib bizni chaqirdi. Bu chaqirish bilan Alloh taolo bizga eng muhim yo'l yo'riqni bermoqchi. Allah bu chaqiriqda Suratul Baqara'nın 208. ve 209. ayeti arkalık biz mümin Müslümanlarga özünün dininin mükemmel din ikenlikini, bu dinga hiç kandak bir nesini insan tarafından koşaş mümkün emasligini ve bu dindin bir tarafını elip taşlaş hem onu qo'yash ham mumkin bo'lmaydiganligini Allah subhanahu va taolo bizlarga o'qitmoqchi. Demak ki din Allah taolo tarafidan bir gavda sifatida kelgan birodarlar. Bu dinning aqidasi, bu dinning axloqi, ibodati, muomalalari, siyosati, davlati hammasi
bir-biridan ayrılmaydigan, bir-biriga ergişip keladigan mana bu shundaq bir bütün din. Bir musulmon dinning bir tarafini qilaman, yana bir tarafini qilmayman desa, yoki bir musulmon bu dindan ma'lum ishni qilaman, ma'lum ishni qilmayman desa, onun dini din hisoblanmaydi. O Allah subhanahu va taolaning dinida u bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun bu dinga Allah subhanahu va taolo Allah tarafidan kelgandek bir narsani qo'shmagan va bir narsani qo'ymagan holatida sizlar dinga kiringlar deb Alloh bizni chaqirdi. Masalan, bir inson namazsham namozi 3 rakat aziz qarindoshlar. Agar bir kishi onunga yana bir rakatni qo'shib o'qiyman, 4 rakat qilib o'qiyman desa, uning namozi bekor, u qabul bo'lmaydi. Agar bir kishi uni 2 rakat o'qiyman, 2 rakat qilib o'qiyman desa, uni kamaytib, yana uning namozi u qabul bo'lmaydi. Agar bir kishi men islomda yashayman, ammo islomda masalan zina fahishidan yonmayman desa, uning namozi musulmonlarchilik qabul bo'lmaydi. Agar bir kishi men musulmon, namoz o'qiyman, ro'za tutaman, ammo zakot bermayman desa, u islomni qabul bo'lmaydi. Demak, musulmon islomning hamma tarafiga to'liq kirish va to'liq amal qilish kerak. Allah subhanahu va taolo mana bu oyatni nima uchun tushirgan? Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu islomga kirdi. Islomga kirgandan keyin bu kishi ayni davrida Yahudi bo'lib Tavratga ishonadigan, Tavratni o'zining kitobi, muqaddas dasturi deb turadigan kishi bo'lgandan keyin islomga kirdi. İslamga kirgandan keyin bular o'zining urf-odati bo'yicha shanba kunlikni bayram kuni deb u kunni ulug'laydigan, u kunni bayram deb qarab cho'ng biladigan bu odatini va shundaqla Yahudlarga Alloh subhanahu va taolo tugi go'shini harom qilgan. Shu tugi go'shini o'zining burunqi dini, burunqi urf-odati va burunqi qimmat qarishi bilan bu yangi din la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh iborat islom diniga kelgandan keyin yana buni so'rab akilib, men mushu tugi go'shini yemisam bo'pti, men yeb ko'nmagan, bu bizning dinimizda yeyilmaydi, bugun mi yemisak bo'pti deganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan va la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annalloha azizun hakim degan bu oyati bilan Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhuning bu xatoligini isloh qildi va o'ngshab tuzatdi birodarlar. Demak ki islom uni qabul qilmadi. Ayni davrdagi jahiliyat davridagi islomga kirishning oldidagi urf-odati, islomga zid keladigan buning hammani cho'rib tashlab o'tish. Faqat islomga yangi tug'ilgandek, islomni dunyoga yangi kelib, yangidan qabul qilib mangandek hamma narsani qabul qilish kerakligini Alloh deb ya ayyuhallazina amanu ey mu'minlar, sharaflik bandalarim, sizlar islomga umumiyuzlik hamma tarafini islomning hamma hukmlari, takliflari, ibodatlari, axloqlari, muomalalarini hammani qabul qilgan holatda kiringlar deb Alloh taolo mana bu yerda bizga mu'min bo'lgan kishilarga nido qildi. Demak aziz birodarlar, biz musulmonlar hayotimizga qarab boqaylik. O'zimizning bo'libmi bugungi jamiyatning ahvoliga qarab boqaylik. Bir musulmon o'zining islomi, ibodatida yaxshi bo'lsa, axloqi islomga uyg'un kelmagan, axloqida ham islomga uyg'un kelgan bo'lsa,
u siyosatida islomga uyg'un kelmagan. Agar u siyosatida islomga uyg'un kelgan bo'lsa, muomalasida islomga uyg'un kelmagan. Muomalasida islomga uyg'un kelgan bo'lsa, u o'zining hayot yo'lida islomga udul kelmagan aziz birodarlar. Demak, bu islom emas o. Biz islomga hamma tarafdan, islomning siyosati, axloqi, muomalasi hamma tarafdan kirishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana shunday kiringlar dedi. İslamni davlat deb kirish, jamiyat deb kirish, jamoat deb kirish, ibodat, axloq, muomala, iqtisod, tijorat, sanoat, kasb hamma soha deb kirish mana bu Alloh subhanahu va taoloning roziligiga erishtiradigan va Alloh taolo bizga tushagan dinda mukammal yashagan bir din bo'ladi. Bugün Müslümanlığa qaraylı. Müslümanlar İslam'da qanchalik yetersizlikni, qanchalik kamchiliklarni qilyapti. Aziz birodarlar, bizning ba'zan Müslümanlar siyoset bilan mening ishim yo'q degan, ba'zan Müslümanlar jamiyat bilan mening ishim yo'q degan, ba'zan Müslümanlar mening başka Müslümanlar bilen mening işim yok degan. Bu İslamni umumiyuzlik qabul qilgan va islomga umumiyuzlik kirgan bo'lmaymiz bu. Musulmon hamma tarafdan islomga kirish kerak. Alloh taolo mana bu yerda fis-silm dedi. İslamni tinchlik dedi. Hamma tarafdan inson islomga kirsa, u haqiqiy xotirjam, haqiqiy baxtlik, haqiqiy tinch bo'ladi birodarlar. İnson tasavvur tarafdan tinch bo'ladiki, men turayotgan zamin, men nafaslanayotgan havo, men ichayotgan suv, men yashayotgan dunyo, mening atrofimda aylanayotgan bu olam ve mahlukat mevcudat hammasi Allah subhanahu ve taala tarafidinken Allah onu uğurlaştırıptı. Rabbim Allah subhanahu ve taala mana bu dünyani şundak sistemlik, ölçemlik, birbiriga bağlangan halatda uğurlaştırıptı. Hatta özümni o'g'il bo'lam deman, qiz bo'lam deman, chiroyli bo'lam deman, sad bo'lam deman, aqlli bo'lam deman, aqlsiz bo'lam deman. Mana bu o'zimning jismoniy tarafni ham qaysi o'rinda tug'ilaman, kimning bolasi bo'laman, rangim oq bo'lamdi, qora bo'lamdi, hammani Rabbim Allah subhanahu va taolo o'zining taqdiri bilan, o'zining irodasi bilan o'rinlashtiribdi. Anda bo'lgan ekan men Allah subhanahu va taoloning dinidan iborat o'zi bizga nozil qilgan bu dinga kirib, bu dinning yo'lida, bu dinga mukammal amal qilgan holatda yashasam, ana shu vaqtda men haqiqiy bir tinchlik ichiga kirar ekanman deb tunishimiz kerak aziz birodarlar. İslam mana bu tinchlikni bizdan talab qilyapti. Demak, sizlar tinchlikka umumiylik kiringlar deydi Alloh. İslam tinchlik yo'li. Bu tinchlikda ne xo'jayin, ne qul, ne padişah, ne adli puhra hammasi Allah subhanahu va taologa o'xshash qadamda qul bo'ladigan, o'xshash qadamda bo'ysunadigan, o'xshash qadamda Allah subhanahu va taoloning hukmi ostida yashaydigan bir inson yana bir insonga xo'jayinlik qilolmaydigan, bir inson yana bir insonni o'ziga qo'l qilolmaydigan, bir inson yana bir insonning ustidan bo'zak etanmaydigan, illa agar o bozak etib qolib qolsa, buni so'raydigan, buningdan hisob oladigan, buni bilib turadigan, cho'qim buni bir kunisi buning hisobini oladigan bir Rabbim bor deyish orqali u ko'nglida xotirjamlik, ko'nglida tinchlik erishadigan mana bu din aziz birodarlar. Alloh taolo bizni mana bu dinga kiringlar deydi.
İslamga umumiylik kerakmi? Bugün aziz musulmonlar, biz İslamga haqiqiy kirdikmi? İslamning hamma tarafini bizga qiyin kelgan, jafoliq bo'lgan taraflarini qabul qildikmi va uni o'zimizning amaliy hayotiga tatbiqladikmi? İslamni bir mukammal hayotlik yo'li sifatida yashadikmi biz uni? Mana Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu faqat bir shanba kunlikni ulug'lashni islomga kirgandan keyin bir qilsam shuni degan chog'ida Alloh subhanahu va taolo bu oyat karima orqali bu islomning ichidan bo'lmagan narsani, mayli urf odat bo'lsin, mayli qimmat qarash bo'lsin, mayli islomga uyg'un kelmaydigan tasavvur bo'lsin, axloq bo'lsin, har qanday ishni islomning ichiga akirmaslikka va islomga kirgan ekan hammani islomdan qabul qilish, islomdan elish, islomning yo'li bilan yashash, islomni to'liq amal qilish, islomning butun sohalariga, siyosiy sohasigami, iqtisodiy sohasigami, muomala sohasigami, adab axloq sohasigami, hamma sohaga to'liq ahamiyat berib İslamni bir bütün şekilde yaşaş, bir bütün şekilde İslamni yaşatış, bir bütün şekilde İslamni muhafaza qo'g'dash kerakligini Allah subhanahu va taolo mana bizning iymonimizga, e'tiqodimizga, Rabbimizga bo'lgan ahdimizga topshiryapti aziz birodarlar. Allah ya ayyuhallazina amanu degan so'zi bilan bizni bu ahdiga sodiq bo'lishimizni talab qilyapti. Bugün aziz musulmonlar, cemiyetimizga qolsak, nurg'un musulmonlarning tushanchisida islom namoz, ro'za, zakat ma'lum ibodat bo'lib qolgan. Yana nurg'un musulmonlarning nazarida islomning axloq tarafi chiqib ketgan, iqtisod tarafi sirtqa chiqib ketgan, tijorat tarafi sirtqa chiqib ketgan. Nurg'un musulmonlarning nazarida islomning davlat tarafi, hokimiyat tarafi, islomning Allah subhanahu va taologa haqiqiy bizni yaqinlashtirayotgan boshqa sohalari musulmonning engidan va islomning sirtiga chiqarib o'tilgan edi birodarlar. Her xil şekilde, her xil sebepler bilen düşmanlarning turli o'yinlari va ularning bizga qurgan turli tuhmat va shundaqla nurg'unlagan ularningki düşmanliklari sababli islomni mana bu taraflarga chiqaryotgan. İslamning bu taraflarini biz islomning sirtiga chiqaryotgan. Allah biz musulmonlarni bu oyat karimada islomning hamma hukmlarini qabul qilinglar. Hamma takliflarga bo'ysuninglar, hamma taraflarini parchalayotmagan holatida, tashlab qo'ymagan holatida va buni unutib ketmagan holatida, beparvolik qilmagan holatida hammaga ahamiyat beringlar deb Alloh subhanahu va taolo fis-silmi kaffah deydi birodar. Mana bu ayet bizga yo'lning ikki ekanligini bayon qilyapti. Birinchi yo'l Allohning yo'li. Fis-silmi kaffah, Allah sizgan, Allah tushagan yo'l. Ikkinchi yo'l shaytonning yo'li. Va la tattabi'u xutuvat shayton. Birinchi yo'lning egasi Rabbimiz Allah subhanahu va taolo. Ikkinchi yo'lning egasi shayton. Birinci yol hak ve hidayet, ikinci yol azgınlık ve zalalet. Birinci yol cennet kapırdığan yol, ikinci yol devzeh kapırdığan yol. Birinci yol izzet yolu. Kul felillahil izze ve li rasulihi ve lil mu'minin. Den-i Muhammed el-İslam. İzzet, galbe Allah'a, peygamberliğe, müminliğe. İkinci yol şeytanın yolu. Yani harlık, zulüm ve her türlü bana bugünkü gündeki rezalet bu şeytanın yolu ekanligini Allah subhanahu ve taala bu yerde bayan kılıyor. Yolun işkilikini
Ammo bu yo'lning har ikkili yo'lni bir-biriga ilishtirib bo'lmaydigan, bir-biri bilan bog'lab qilib bo'lmaydigan, cho'qim ikki yo'lning o'rtasida bir-biriga ilishmaydigan o'rtada bir chegara, fasila borligini Alloh subhanahu va taolo aniq bayon qilyapti. Mu'min yo'lini tanlasin, maydonini bekitsin. Kimma mu'min o'zining bu yo'lda qaysi yo'lda ekanligini bilsin deb Alloh bizga xitob qilyapti. Chunki har bir yo'lning taklifi va har bir yo'lning badali va har bir yo'lning mas'uliyati va har bir yo'lning majburiyati va aziz birodarlar. Allah va la tattabi'u xutuvat shayton dedi. Sizlar shaytonning izlariga ergashmanglar. Qachonki İslamning ichida turib, musulmonman deb turib, la ilaha illalloh ahlidanman deb turib, bu dinning hamma tarafiga kirmagan, o'zinglarning manfaatiga kelmagan tarafiga kirmagan, ya o'zinglarga ig'ir kelib qolgan tarafiga kirmagan, ya uning keynidagi xayim xatarlarni qo'qab, uni qabul qilmagan, islomning ibodatini qilgan vaqtda axloqiga, islomning muomalasiga kelgan vaqtda siyosatiga, davlatiga kelmagan holatida bo'lganlik mana bu shaytonning yo'liga kirganlik, shaytonning iziga dasiganlik, shaytonning qadamiga ergashganlik deb Alloh taolo hisoblab, va la tattabi'u xutuvat shayton, sizlar shaytonning izlariga ergashmanglar deydi. Allah Teala bu ayet bilen hem biz mümin musulmonlarga haqning faqat bir ekanligini, batılning ko'p, batılning yo'lining ko'p ekanligini Allah bizga bayon qilyapti. Mana qarab baqinglar, udkhulu fis silmi kaffa, silmi kaffa ve la tattabi'u xutuvat shayton. Silmida Allah mufrat sözünü keltirdi. Yakka ma'noni uqtirib turgan. Xutuvatda jammi so'zni, ko'plak uqtirib turgan ma'noni so'zda Allah bayon qildi. Shaytonning yo'llari ko'p, shaytonning izlari ko'p. Hammasi oxirida shaytonning yo'li dedi Alloh taolo. Innahu lakum aduwwun mubin. Bu shaytonning keyniga kirmaslik, yo'liga ergashmaslik, iziga basmaqsızlıkның sebebini Allah aniq bayon qilib deydi-ki, haqiqatan bu shayton sizlar uchun uchiqdan uchiq dushman. Oshkori dushman bu shayton. Demak, sizlar dushmaninglarning yo'liga kiramsizlar, dushmaninglarning sizgan yo'lida manamsizlar, dushmaninglarning boshqurishiga unamsizlar, sizlar dushmaninglarning sizlarga kuyinidi, bizga kuyinidi deb ishonamsizlar. Ey aqlliq bandalarim, düşman sizlarga mutlaqo yaxshilik qilmaydi, sizlarga yaxshilikni o'ylamaydi, sizlarga hargiz yaxshilik bo'lishini xohlamaydi deydi Alloh subhanahu va taolo. Mana bugun Allohning yo'lidan chiqib turib, Allohning sizgan islomdan iborat bu o'lchimidan chiqib turib, Allah'ның düşmanlariga bo'ysunayotgan, Allah'ның düşmanlarining quli bo'layotgan va shu tarafga moyil bo'layotgan kishilar o'zining dushmanidan shafqat va marhamat tilagan kishilar birodarlar. Aziz musulmonlar, biz hayotimizda dushmanlarning kuyinishi, ko'ngil bo'lishi, dushmanlarning yetaklashi ostida baxtlik, xotirjam, xushal bir turmushni yashashni nechiqdim arzu qilgan bo'lsaqmi va ular o'ngshilib qoladi, o'zgaraydi va bu degan u emasdi, bu biz bilgan dushman bu dushman emasdi deb shuncha u dushmanlarning yaxshiligini, yaxshi taraflarini o'rtaga chiqargan bo'lsaqmi, ammo dushman doim dushmanlikni qilyapti dedi birodar. Tekrar biz aldandık. Tekrar biz düşmanlarının qiltig'iga tushdik. Tekrar biz düşmanlarning talay qitim düşmanlarning bizni aldishiga uchradik. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga innahu lakum aduwwun mubin degan so'ziga haqiqiy amal qilmagan, uni hayotimizga tatbiqlamagan, u bo'yicha dushmanni to'lamagan. Gerçi o şunçilik dost bo'lsa-mu, dost kuransa-mu,
ammo u dushman deb Alloh bayon qilgan ekan, uni dushman deb tunimaganlikdan Alloh subhanahu va taolo mana buni bizning amaliy hayotimiz bilan buning bedelini o'tyapmiz. Allah mana bizga bu yo'lning ikkiligini bayon qildi. Demak, aziz musulmonlar, Allah subhanahu va taolo bu oyatining oxirisida fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat, sizga haqning haqligini ko'rsatadigan ro'shan dalil, xato nima, to'g'ri nima, haq nima, botil nima, do'st nima, dushman nima, buni uqtirib turadigan dalil kelgandan keyin, hujjat kelgandan keyin sizlar o da haqning talabi bilan durust bo'lish, to'g'ri bo'lish va haqning talabi bilan haqiqiy yashashdan iborat bu haqiqatdan azroq moyil bo'lib ketsanglar, ig'ib ketsanglar, Alloh deydi, buning javobi, natijasi sizlar o'ylagandek bo'lmaydi. Fa'lamu deydi Alloh. Bilib qo'yinglarki, haqiqatan Alloh g'olib. Buning hisobini so'raydi Alloh. Hakim, hikmatli. Mana Alloh subhanahu va taolo bu oyat-i karima bilan haqning talabi va haqning taqozzosini urundimigan, ya'ni uning bo'yicha yashamagan, islomga to'liq kirmagan, to'liq qabul qilmagan, islomning hamma yo'llarini amaliy hayotga tatbiqlamagan kishilarning oqibatining ig'ir bo'ladiganligini, uning azobining qattiq bo'ladiganligini Alloh subhanahu va taolo bizga bu yerda eslatyapti. Aziz birodarlar, mana Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo 170 ga yaqin yerda bu islom to'g'risidan Qur'oni Karimda so'zlagan. Mana demakki, islomga shakl bilan tava bo'lish, islomga da'vo bilan tava bo'lish, islomni amaliy hayotga tatbiqlamasdan va islomga umumiyuzlik hamma taklifotlarni qabul qilib, jihodi, hijrati, jamoati, bütün sohalar bilan uni amaliyotga ochiqish niyatida va shunda maqsadida amaliy hayotga ochiqish uchun bu dinning ichiga kirmagan kishilarga bu din, bu iymon, bu da'vo asqatamdi desa asqatmaydi. Alloh Qur'oni Karimda nima deydi? Va qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana bu oyat bilan Alloh subhanahu va taolo da'voning asqatmaydiganligini bizga bayon qildi. Yahudilar jannatga mutlaq Yahud kiradi deydi. Yahuddan boshqa fariqa, Yahuddan boshqa guruh kirmaydi. Nasaralar jannatga Nasarodan boshqa, Xristiandan boshqa hech kim kirmaydi deydi. Tilka amaniyuhum, mana bu ularning tushi deydi Alloh. Bu ularning orzusi. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ey Muhammad alayhissalatu vassalam, agar sizlar bu da'vo, bu so'zingizda rostchil bo'lsanglar, pok keltiringlar deydi. Mana bugun musulmonlar jannatga musulmondan boshqasi kirmaydi. Jannatga mu'min muvahhiddan boshqasi kirmaydi. Biz musulmonmiz, alhamdulillah, jannatga biz kiramiz deyapmiz. Bugun dunyoda 1,5 milliard musulmon o'zini musulmonman deb Alloh subhanahu va taoloning jannatini ta'ma qilyapti, birodarlar. Ammo jannat ta'ma bilan bo'lmaydi. Jannat da'vo bilan bo'lmaydi. Bugun o'zining musulmonligini da'vo qilib namoz o'qimagan, ro'za tutmagan, musulmonman deb turib islomni to'nimagan, islomga, hatto islomga qarshi turgan, dushmanlarning sizib bergan sizig'i bo'yicha islomni bu oshqun islom, bu mudatul islom deb
İslamni ham ustidan hukm chiqarib, islomga zarba bermoqchi bo'lgan mana bu shunday kishilar ham o'zini musulmon deb da'vo qilyapti. Allah deydi, "Bala man aslama wajhahu lillah." Shunda İslamga bu cennetga kim kirdi? Men aslama wajhahu lillah. Özünü Allah'a boysunduğan kişi kirdi. Bütün hayatını Allah'a tapşırgan, yolunu Allah Subhanahu ve Taala'nın yolu kılgan, bütün hayatta özünün hayat yolunu Allah'ın kabul kılgan, özünün bendeçilikini Allah'a mensup kılgan ve Allah tarafından kelgan hemmini kabul kılgan. Ve onun kamı kılmagan, ziyade kılmagan, Allah tarafından kelganini kabul kılgan kişiler cennetke kirdi deb Allah Subhanahu ve Taala mana bunun bayan kıldı. Demek cennet Allah'a boysungan, Allah'a teslim bo'lgan kishilarga. Cennetning puli var. İnsan cennetning pulini to'lamay turib, cennetning loyiq qimmatini bermay turib inson cennetga kirolmaydi. O cennetning puli nima? Cennetning puli Allah'a haqiqiy bo'ysunish. Yani Allah buyurgan her qanday ishda Allah'a bo'ysunish. Allah to'sqan her qanday ishda yana Allah'a bo'ysunish. Mana bu İslam bu. Haqiqiy İslam mana bu. Bala man aslama wajhahu lillah. Şair kullun yedda'i vaslan bilayla ve Leyla la taqirru lahum bizaka. Hemmadam men Leyla'ga yettim, yani Leyla'dan ibaret meşgumga eriştim deb da'vo qiladi, ammo Leylaço bunu itiraf qilmaydi. Hemmadam men to'liq qildim, mukammal qildim, voy men layoqda qildim deb da'vo qiladi. Lekin haqiqiy to'liq qilganni, mukammal qilganni kim? Qarshi taraf biladi. Demek aziz birodarlar, biz bu İslam'ın hamma tarafini qabul qilaylik. Hamma tarafini. İslamga bu shakli jihatdan tavba bo'lib qo'yganlik, buning foydasi yo'q, buning qimmati yo'q uningki. Mana Allah Subhanahu ve Taala yana bir oyatda innallazina amanu vallazina hadu van nasara was-sabiin man amana billahi vel yawmil ahir ve amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim ve la khawfun alayhim ve la hum yahzanun dedi. Mana bu oyat-i kerimede Allah deydi, hakikaten iman etgan ve iman etgan mu'minlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler, yani ulanın içinden Allah'a ahiret günüski işengen ve şu imanıga layık, imanıga uygun amel kılgan kişiler felahum ecruhum. Ana şu kişilerge Rabbinin kaçta ecri var dedi Allah. La khawfun alayhim. Ular korkuncu yok. Ular gam yemaydi. Demek ki Yahud bulun, Hristiyan bulun, Sabi'i bulun, mümin bulun, mana bunun içinden korkuncudan qutuladigan, gam endişinden qutuladigan yol iman ameli salih yolu. Yani imanға shakli jihatdan yoki da'vo bilan kirib qo'yish emas, imanға haqiqiy tavba bo'lish. Mu'min musulmonlik o'zimizning oilasida, hayotida, amaliyotida o'tirg'i chiqish birodarlar. Mu'min islomning hamma tarafiga amal qiladi. İslam'ın hamma tarafini o qabul qiladi. Yemek içmeklerde halallaydi. Namazlarını cacili okuydu. İslam'a kuyunidi, ko'ngil biladi. İslam'ni o'zining hayotlarini dasmiy qilib turib qo'g'daydi. Bugun musulmonlar islom qo'g'daldimi? İslam himoya qilindimi? İslam o'zining mavjudiyatini saqlab qola oladimi? Minlarca, milyonlarca Müslüman İslam'ını muhafazat kılanmı aziz birodarlar. Şuna aziz birodarlar, biz bu dinimizga shakli jihatdan tavba bo'lganlik bu yetmaydi. Bugun insoniyat tarixida eng musulmon ko'p bo'lgan, İslam'ның da'vochilari eng ko'p bo'lgan bir davrda turibdimiz. Amma İslam mana bu davrda bashariyat tarixidagi eng xor holatda,
İslamның muqaddisatları, İslamның teklifatları, İslamның izzet hürmetleri, İslamның ulug'luqi, İslamның mükemmel yolu bütünlay tehdit astida, xavf astida, yo'qolish girdobida bo'lib berayotgan, uchiqdan uchiq islomga jang e'lon qilayotgan bir davrda yashab turibmiz siz birodarlar. Buni uqtirib ko'rdi. Bu islomga haqiqiy tava bo'lmaganlikni, islomni haqiqiy so'ymaganlikni. Mana bu biz bu dinning mevasini olamiz. Bu dinning mevasi jannat, bu dinning mevasi Allohning rizoligi, bu dinning mevasi izzat deydi ekanmiz. Mana buning g'irish uchun bu dinni umumyuzlik tatbiqlashimiz lozim. Umumyuzlik tatbiqlash lozim. Shundaqla mu'min musulmonlar hammasi bu dinga umumyuzlik kirish lozim. Allah subhanahu wa ta'ala ya eyyuhellazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Mana bu so'zida ikki ma'noni Allah bizga beradi. Biri hammangiz islomga to'liq kiringlar. İslamni bir singlar qo'dayman desa, desanglar bir singlar tashlab qo'ymanglar deydi Alloh taolo. Demak aziz birodarlar, bugun islom ya mujohidning dini bo'lib qoldi, yoki o islom olimning, talibning dini bo'lib qoldi u, yoki islom jamiyatdagi ma'lum shaxslarning dini bo'lib qoldi bu. Alloh deydi, islom la ilaha illalloh degan har bir kishining dini. Her bir kishi bu dinga mas'uliyatini ado qilish kerak. Bu dinni haqiqiy qo'g'dash, himoya qilish va bu musulmon o'zining yo'lini saqlash kerak deydi Alloh subhanahu va taolo. Mana bugun birinchi biz musulmonlar islomni hammamiz qo'g'damaganligimiz uchun, ikkinchidan islomga hamma hukmlarini qabul qilib, hamma hukmlarga amal qilib yaşamaganligimiz uchun bugungi bu zillat, bu xorliq, bugungi dunyodagi musulmonning eng qimmati yo'q, qadri yo'q bo'lishi mana bundan kelganiz birodarlar. Aziz birodarlar, bu dinga ega chiqishimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo mana bizni buningga buyuryapti. Demek ki Allah subhanahu ve Taala'nın bu sözü biz Müslümanlarını bir oylandırış lazım buradarlar. Evlatlarımızda, ailelerimizde, balıçaklarımızda, cemiyetimizde, devletimizde, etrafımızda İslam'a umumyuzlik kirdik mi? İslam hakiki amelge açtı mı? Mükemmel amelge açtı mı? Hem tarafı İslam'ın bizning manhajimizga aylandı mı? Ya aylanmadı mı? Bunu çokum bir oylanash lazım birodarlar. Mana Allah subhanahu ve Taala insonlarni o'lgandan keyinmi salomatlik yo'liga chaqirdi va hayotda ham salomatlik yo'liga yetaklaydi. Musulmon bu dinga to'liq kirgan chaqida Alloh taolo uni dunyodami salomat, oxiratdami salomat qiladi. Vallohu yad'u ila daris salam. Alloh taolo tinchlik, xotirjamlik yo'liga chaqirdi. Allah subhanahu va taolo oxiratda ham tinchlik yo'liga chaqirdi. Mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda a'dattu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at va la uzunun sami'at va la khatara ala qalbi bashar. Men salih bandalarimga dunyoda Qur'on hadisga uyg'un yashagan, islomga uyg'un yashagan bandalarimga inson ko'zi ko'rib boqmagan, inson qo'liga anglab boqmagan, insonning qalbiga kelib boqmagan, xiyoliga kechib boqmagan, o o'ylab yetanmagan mana bu shundaq ne'matlarni tayyorladim dedi Alloh subhanahu. Alloh subhanahu. Rasulullohning tiloti. Demak, aziz birodarlar, bizni bu yo'l ana shundaq ne'matga erishtiradigan yo'l. Ana shundaq yo'lga erishtiradigan yo'l. Alloh taolo yana yahdi bihillahu man ittaba'a rizvanahu subulas salam dedi. Allah bu iman orqali roziligiga ergashgan
kishilarni. Mana bu islomning yo'lini Alloh o'zining roziligining yo'li dedi. Islom yo'li Allohning roziligining yo'li. Subulsalam tinchlikning yo'liga, xotirjamlikning yo'liga, ya'ni jannatning yo'liga yetaklaydi. Demak, bu islomni hamma tarafdan qabul qilish, hamma tarafdan islomga kirish, bu bizni Alloh taolaning tinchlik yo'liga, ya'ni jannatga erishtirdi. Biz islomni umumiyuzlik tirildiraylik. Umumiyuzlik islomga ahamiyat beraylik. Islomning namoziga, ro'zasiga, zakatiga, ya ma'lum avlodlarimizni tarbiyalash yoki kiyim-kechaklarimizni islomga loyiq kiyish yoki islomga halol rizq bilan yeyish, buningga kifoyalanib qolmasligimiz lozim. Islomning har bir tarafi xuddi bu islom bir binoga o'xshaydi. Bir binoning bir tarafidan birer xish ilib tashlansa ya birer yeri buzilsa, bu binoning go'zalligi yo'qaydi. Bu binoning mazmunligi yo'qaydi. Agar uningdan cho'ngroq bir tushuk ochilsa, u bino issiqdan saqlayanmaydi, sovuqdan saqlayanmaydi, yomg'irdan saqlayanmaydi. U bino insonga rohat, u bino insonga xotirjamlik, u bino insonga haqiqiy bir uy ma'nosini bermaydi, birodarlar. Demak, islom ana shuningga o'xshagan islomning bir tarafi yiqilsa, tashlansa ya betarafi bizning aramizda yo'qolsa, inson o islomdan rohat, xotirjamlik, tinchlik, haqiqiy baxt ololmaydi, birodarlar. Ana shu yerdan Allohning azobi, ana shu yerdan Allohning g'azabi keladi. Musulmonlar u yerdan xorliqqa, zillatga, har turli Alloh taolaning dunyodagi jazolariga uchrashga boshlaydi. Demek, bugunki bizning ustimizga kelgan bu zillat Allah subhanahu va taolaning ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwatish shayton degan bu ilohiy nidoga amal qilmaganligimizdan bo'lgan narsa. Allah subhanahu va taolo hammamizni bu nidoga amal qilishni nasib qilsin. Alloh taolo hammamizni dinimizga to'liq kirgili va uni to'liq hayotga ochiq qili va dinda to'liq mukammal yashashni nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.